Assalomu alaykum qadrli obunachilar, yaxshimisizlar, tuzimsizlar, sog'liginglar yaxshimi? Mana biz yana sexdan turib, tayyor holatidagi tunika pollarimizni kesish jarayonidamiz. Mana ko'rib turganingizdek, mana bu yerda O'tkir degan ustamiz kesyapti. Hozircha shaxmat kesyapmiz mana. 1200 ta shaxmatimiz kerak, zakaz tushgan. Mana o'sha 100 tasi tayyor. Mana yana bitta 90 tasi bor, bu ham ketadi. Hozircha 1200 ta shaxmat tayyorlashimiz kerak. Mana bu yerda kronshtaynlarimiz bor. Kimga shunaqangi kronshtaynlar kerak bo'lsa, Tarnovda kronshtaynlari o'zimizda bor. 2,5 lik listdan 50 kilogacha ko'taradi. Почти в общем qalin. Narxlari arzongina. Kelarasizlar. Donaga 2200 so'mdan beryapmiz. Qopga ham, donaga ham 2200 so'mdan beryapmiz. Mana bu yerda tarnolarimiz bor. Tarnolarimizni metri 17,000 so'mdan chiqyapti. Bemalol kelib, zakaz berib, aytsalaring tayyorlab beramiz. Tunika fonlarimizni 04 qalinlik tunikamiz fonimizni 52,000 so'mdan tayyorlab beryapmiz. Mana bu yerda ko'rib turganingizdek, mana tunika fonlarimiz. Bittadan like bosib obuna qo'yinglar, chunki bizning qilib yurgan ishlarimizni doimgidek birinchilardan bo'lib ko'rasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan Ustaxon Sherib bo'ldi. Rahmat hammaga. Aytgancha bizning manzilimiz Asakada, Ulug'bek ko'chada, Eski Oqayzovod mahallasida.